Biz Andijonda marhamatga yetib keldik do'stlar. Gipki kaminga qiziquvchilar bizdan uzoqlashmaysizlar. Ushbu fayzli xonadonimizni asosiy fasad devorlari va sokol fundament qismlariga cho'tki rangdagi gipki kaminlarimizni yopishtiramiz. 95 ming so'mdan 1 kvadrat gipki kamin usta xizmatlari ichida dogovor qildik. Biza gipki kamin ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab 1 kvadrat gipki kamin va usta xizmatlari ichida devor holatiga qarab 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha gipki kaminlarimizni asosiy fasad qismi va sokol qismlariga yopishtirib keladi. 2026-yilda Xudo xolasa cho'tki rangdagi gipki kaminlarimizni yopishtirishlarni reja qilganmiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Ushbu obyektimizga Xudo xolasa tez kunlarda gipki kaminlarimizni yopishtirishni boshlaymiz do'stlar. Qiziqqanlar ushbu obyektimizning manzillari bor. O'zlaring kelib, ko'zlaring bilan gipki kaminlarimizni yopishtirish ish jarayonlarini ko'rib, yoqsa o'zlaring zakaz berishlaring mumkin do'stlar. Gipki kamin to'g'risida qo'shimcha ma'lumot olish uchun ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlaring mumkin do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda charchamanglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz.